Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Nega hamma pensiyalarga bir xil qo'shimcha to'lov berilmaydi? Bu savol ko'pchilikni qiynaydi. Kimdir qo'shnimga qo'shimcha pul tushibdi. Menga esa tushmadi deydi. Yana kimdir ikkalamiz ham pensionermiz, nega uning pensiyasi oshdi, menikiga qo'shimcha qo'shilmadi deb norozilik bildiradi. Bu ma'lumot har bir oilaga taalluqli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioneri bor. Ota-onamiz, bobomiz, qarindoshimiz yoki ertaga o'zimiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Qo'shimcha to'lov nimaga bog'liq? Kimlar oladi? Kimlar olmaydi? Qaysi holatlarda hujjat topshirish kerak? Qaysi holatda kutish kerak? Qaysi holatda esa pensiya jamg'armasiga borib aniqlashtirish shart? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamlarning pulini, vaqtini va asabini tejaydi. Avvalo bir narsani aniq qilib olaylik. Pensiya va pensiyaga qo'shimcha to'lov bir xil tushuncha emas. Pensiya bu odamning mehnat staji, ish haqi, to'langan badallar, qonunda belgilangan tartib va boshqa mezonlar asosida hisoblanadigan asosiy to'lov. Qo'shimcha to'lov esa alohida shartlar bajarilganda beriladigan ustama. Kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam ko'rinishidagi pul bo'lishi mumkin. Oldin ko'pchilik buni juda sodda tasavvur qilardi. Davlat pensionerlarga qo'shimcha pul beradi. Demak, hamma bir xil olishi kerak. Lekin amalda tizim bunday ishlamaydi. Pensiya tizimida har bir insonning holati alohida ko'riladi. Bir odam 35 yil ishlab, yug'ori oylikdan badal to'lagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi odam 12 yil ishlagan. Keyin norasmiy ishlagan bo'lishi mumkin. Uchinchisi nogironlik pensiyasi oladi. To'rtinchisi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Beshinchisi minimal pensiyaga tenglashtirish bo'yicha qo'shimcha oladi. Shuning uchun ham qo'shimcha to'lov hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Hozirgi o'zgarishlarning asosiy mohiyati shundaki, davlat qo'shimcha mablag'larni ko'proq ehtiyoj darajasiga, pensiya turi va miqdoriga, ijtimoiy holatga, nogironlik guruhiga, yoshga, parvarishga muhtojlikka, ayrim toifadagi fuqarolarga beriladigan imtiyozlarga qarab ajratadi. Ya'ni maqsad hammani bir xil qilish emas, balki eng ko'p muhtoj bo'lgan, pensiyasi past bo'lgan yoki alohida himoya muhtoj toifalarga ko'proq yordam berishdir. Bu yerda odamlar adashadigan eng katta joy bor. Pensiyalar oshirganda hamma pensionerning umumiy puli oshishi mumkin. Lekin qo'shimcha to'lovlar alohida mezonlarga qaraydi. Masalan, bazaviy hisoblash miqdori o'zgarishi, minimal pensiya miqdori oshishi, ayrim ustamalar qayta hisoblanishi mumkin. Lekin bu degani har bir pensionerning kartasiga bir xil miqdorda qo'shimcha tushadi degani emas. Kimdadir oshish 1000 so'm bo'lishi mumkin. Kimdadir 2000 so'm, kimdadir umuman qo'shimcha bo'lmasligi mumkin. Chunki u allaqachon belgilangan chegaradan yuqori pensiya olayotgan bo'ladi. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Qo'shimcha to'lovni tushunish uchun odam o'z pensiyasining tarkibini bilishi kerak. Ko'pchilik faqat yakuniy summani ko'radi. Menga 1.500.000 tushdi. Menga 2.200.000 tushdi. Lekin bu summaning ichida asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha, imtiyozli to'lov bormi yoki yo'qmi? Minimal miqdorgacha yetkazish uchun qo'shimcha bormi, buni bilmaydi. Aslida farq mana shu yerda boshlanadi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Anvar aka 18 yoshda. U 38 yil rasmiy ishlagan. Oyliklari yaxshi bo'lgan. Pensiyasi 2.200.000 so'm. Endi davlat minimal pensiya miqdorini oshirdi yoki past pensiya oluvchilarga qo'shimcha belgiladi deylik. Anvar aka, men ham pensionerman, nega menga ham qo'shimcha berilmaydi deb so'rashi mumkin. Javob shuki, u allaqachon minimal chegaradan ancha yuqori pensiya olmoqda. Agar qo'shimcha aynan kam pensiya oluvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun berilgan bo'lsa, Anvar aka bu toifaga kirmaydi. Bu uning huquqi yo'q degani emas, balki mazkur qo'shimchaning maqsadi boshqa degani. Ikkinchi holatda Malikaxon opa 63 yoshda, ish staji ham uzoq yillar uyda farzand tarbiyasi bilan shug'ullangan, keyin qisqa muddat ishlagan. Uning pensiyasi 900.000 so'm atrofida bo'lsa, qonundagi eng kam pensiya darajasiga yetkazish uchun unga qo'shimcha hisoblanishi mumkin. Demak, Malikaxon opa bilan Anvar aka ikkalasi ham pensioner. Lekin ularning qo'shimcha olish holati bir xil emas. Chunki birining pensiyasi past, ikkinchisiniki yuqori. Uchinchi misol. Bahodir aka nogironlik pensiyasi oladi. Uning nogironlik guruhi, mehnat qobiliyati, parvarishga muhtojligi, tibbiy xulosa va boshqa hujjatlari qo'shimcha to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Agar qo'shimcha aynan nogironligi bo'lgan shaxslarga belgilangan bo'lsa,
u holda qarilik pensiyasi olayotgan boshqa bir odam bu qo'shimchani olmasligi tabiiy. Chunki bu to'lovning asosiy sababi yosh emas, nogironlik holatidir. 4-misol. Dilbar opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin belgilangan tartibda pensiya rasmiylashtirgan. Bu turdagi pensiyada oila a'zolari soni, boquvchining ish staji, avvalgi daromadi, qaramog'ida bo'lgan shaxslar kabi omillar ahamiyatli bo'ladi. Shu sababli boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga tegishli ayrim qo'shimchalar qarilik pensiyasiga tatbiq etilmasligi mumkin. Bu ham ko'pchilik tushunmaydigan nozik jihat. 5-misol. Ikki pensionerning pensiyasi bir xil ko'rinishi mumkin. Ikkalasi ham 1.300.000 so'm oladi. Lekin birinchisining ichida asosiy pensiya 1.300.000 bo'lishi mumkin. Ikkinchisida esa asosiy pensiya 1 million. Ustama 300.000 bo'lishi mumkin. Agar yangi qo'shimcha faqat asosiy pensiyaga nisbatan yoki faqat minimal darajaga yetkazish mexanizmiga nisbatan hisoblanayotgan bo'lsa, yakuniy natija har xil chiqadi. Odamlar biz bir xil olardik. Endi u ko'proq oldi deb o'ylaydi. Aslida ularning pensiya tarkibi oldindan har xil bo'lgan. Men tajribamdan kelib chiqib aytaman. Eng avvalo pensiyasi past bo'lgan, uzoq vaqtdan beri qayta hisob-kitob qilinmagan. Ish stajida bahsli davrlar bor. Arxiv hujjatlari to'liq topshirilmagan. Nogironlik guruhi o'zgargan yoki parvarishga muhtojligi bo'yicha hujjatlari yangilangan pensionerlar albatta o'z holatini tekshirtirish kerak. Masalan, odam 1990-yillarda korxonada ishlagan, o'sha korxona yopilib ishlagan. Lekin o'sha korxona yopilib ketgan. Pensiya tayinlanayotgan vaqtda ish stajining bir qismi tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Keyinchalik arxivdan hujjat topilsa, pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Agar pensiya qayta hisoblanib, asosiy miqdor o'zgarsa, ayrim qo'shimcha to'lovlar ham o'zgarishi mumkin. Shuning uchun menga qo'shimcha tushmadi deyishdan oldin staj to'liq hisoblanganmi? Oylik ma'lumotlari kiritilganmi? Pensiya turi to'g'ri belgilanganmi? Shularni tekshirish kerak. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar pensionerning pensiyasi qonunda belgilangan minimal chegaradan ancha yuqori bo'lsa, barcha hujjatlari to'liq bo'lsa, pensiya yaqinda qayta hisoblangan bo'lsa, nogironlik yoki alohida imtiyozga oid yangi holat bo'lmasa, unda qo'shimcha to'lov tushmasligi ko'pincha xatolik emas, balki qonuniy holat bo'lishi mumkin. Lekin men baribir har bir kishiga shaxsiy pensiya ma'lumotnomasini bir marta olib ko'rishni maslahat beraman. Chunki ko'pincha odam o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilmaydi. Yana bir muhim jihat. Qo'shimcha to'lovlar ba'zan avtomatik hisoblanadi. Ba'zan esa ariza yoki hujjat talab qiladi. Masalan, umumiy pensiya oshirilishi bo'lsa, tizim avtomatik qayta hisoblaydi. Lekin nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, parvarishga muhtojlik bo'yicha tibbiy xulosa yangilangan bo'lsa, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs borligi bo'yicha hujjat kerak bo'lsa, buni pensionerning o'zi yoki uning vakili taqdim qilishi talab etilishi mumkin. Davlat o'zi biladi-ku deb o'tirish hamma holatda to'g'ri emas. Endi eng ko'p adashtiradigan holatlarga to'xtalaman. Birinchi tuzoq. Hamma pensionerga bir xil pul berilar ekan degan gap so'zlar. Ko'pincha mahallada, Telegram guruhlarda tanish-bilishlar orasida aniq bo'lmagan xabarlar tarqaladi. Kimdir bir toifadagi pensionerlarga beriladigan ustamani eshitadi va uni hamma pensionerlarga tegishli deb o'ylaydi. Natijada odamlar bankomatga boradi. Kartasini tekshiradi, pul tushmagandan keyin asabiylashadi. Aslida esa u qo'shimcha faqat ma'lum toifaga tegishli bo'lgan. Ikkinchi tuzoq. Pensiya oshishi bilan qo'shimcha to'lovni aralashtirib yuborish. Pensiya indeksatsiyasi yoki miqdorlar oshirilishi umumiy tartibda bo'lishi mumkin. Qo'shimcha to'lov esa alohida sababga ega. Masalan, narx-navo oshgani uchun ayrim kompensatsiyalar berilishi mumkin. Lekin u ham barchaga bir xil emas. Kimdir kommunal kompensatsiya oladi, kimdir olmaydi. Kimdir yoshga doir ustama oladi, kimdir hali bu yoshga yetmagan. Kimdir nogironlik ustamasi oladi, kimdir bunday maqomga ega emas. Uchinchi nozik jihat. Ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ayrim holatlarda pensioner ishlayotgan bo'lsa, uning pensiyasi to'lanish tartibi qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash mexanizmi ishlamayotgan pensionernikidan farq qilishi mumkin. Bu har doim ham ishlagani uchun jazolandi degani emas. Tizim daromad manbai, sug'urta badallari, qayta hisoblash davri va to'lov turiga qarab ishlaydi. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar alohida e'tibor bilan o'z hujjatlarini tekshirtirishi kerak. 4-nozik jihat, bir nechta imtiyoz bir vaqtda to'planmasligi mumkin. Masalan, odamda ikki xil asos bo'lishi mumkin. U ham nogironligi bo'lgan shaxs
ham mehnat faxriysi, ham ma'lum yoshdan oshgan. Lekin qonchilikda ba'zi ustamalar bir-biriga qo'shib beriladi. Ba'zilari esa eng yuqorisi tanlanadi yoki alohida tartibda hisoblanadi. Odam menda 3 ta asos bor. Demak 3 barobar qo'shimcha olishim kerak deb o'ylashi mumkin. Amalda esa hisob-kitob boshqacha bo'ladi. 5-nozik jihat, bank kartaga tushgan pul har doim ham faqat pensiya emas. Ba'zan odamning kartasiga boshqa ijtimoiy to'lov, kompensatsiya, qayta hisob kitobdan chiqqan farq yoki oldingi oy uchun qarzdorlik tushishi mumkin. Qo'shni bir oyda ko'proq pul oldi, lekin bu doimiy qo'shimcha emas. Balki bir martalik qayta hisoblash bo'lishi mumkin. Shu sababli unga har oy qo'shimcha berilyapti degan xulosa qilishidan oldin u pulning nimaga tushganini aniqlash kerak. 6-nozik jihat yashash joyi va ro'yxat masalasi. Ayrim ijtimoiy yordamlar mahalla, tuman yoki ijtimoiy himoya organlari orqali ko'riladi. Pensioner boshqa joyda yashab, ro'yxati boshqa joyda bo'lsa, hujjatlar yurishida kechikish bo'lishi mumkin. Masalan, qariyani farzandi shaharga olib kelgan, lekin doimiy ro'yxati qishloqda. Bunday holatda ayrim murojaatlar qayerga berilishi, qaysi organ ko'rib chiqishi masalasida chalkashlik paydo bo'ladi. 7-nozik jihat. Hujjatdagi bitta xato ham to'lovga ta'sir qiladi. Familiya bir joyda boshqacha yozilgan, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan, mehnat daftarchasida muhr tushunarsiz, arxiv ma'lumotida lavozim nomi farq qiladi. Nogironlik xulosasining muddati tugagan bo'ladi. Bularning hammasi qo'shimcha to'lovni kechiktirishi yoki rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni mayli shunaqa bo'lsa ham o'taveradi deb topshirish to'g'ri emas. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam pensioner o'z pensiya miqdori va tarkibi bo'yicha ma'lumot olishi kerak. Buning uchun yashash joyidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish mumkin. Agar elektron xizmatlardan foydalanish imkoniyati bo'lsa, tegishli davlat xizmatlari portali orqali ham ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Lekin ko'p yoshi katta odamlar uchun eng oson yo'l farzandi yoki ishonchli vakili bilan birga pensiya jamg'armasiga borishdir. Ikkinchi qadam, menga nega qo'shimcha tushmadi degan savolni umumiy qilib emas, aniq qilib berish kerak. Masalan, mening pensiyam tarkibida eng kam miqdorgacha yetkazish bo'yicha qo'shimcha bormi? Men falon turdagi ustamaga kiramanmi? Nogironlik guruhim bo'yicha qo'shimcha hisoblanganmi? Stajim to'liq inobatga olinganmi? Oxirgi oshirishdan keyin qayta hisob-kitob qilinganmi deb so'rash kerak. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. 3-qadam hujjatlarni tayyorlash. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganligi bo'yicha ma'lumot, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa qaramog'idagi shaxslar bo'yicha hujjatlar, vafot etgan boquvchi haqidagi hujjatlar, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomalari talab qilinishi mumkin. Har bir holat alohida. Shuning uchun oldindan telefon qilib yoki borib, aynan qaysi hujjat kerakligini so'rab olish foydali. 4-qadam ariza yozish. Agar siz qo'shimcha to'lovga haqli deb hisoblasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada o'zingizning FISH, pasport ma'lumotlaringiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va savolingizni aniq yozing. Masalan, mening pensiyamga qo'shimcha to'lov hisoblanmaganligi sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va pensiya hujjatlarini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi qayd yoki ro'yxat raqamini olib qo'ying. 5-qadam javobni kutish va nazorat qilish. Har bir murojaatning ko'rib chiqish muddati bo'ladi. Agar javob kelmasa, qayta murojaat qiling. Agar javobda sizga tegishli emas deyilsa, sababini diqqat bilan o'qing. Ba'zan javob to'g'ri bo'ladi. Ba'zan esa hujjat yetishmagani uchun shunday xulosa berilgan bo'ladi. Agar hujjat yetishmasa, uni to'ldiring. Agar hisob-kitobda xato bor deb o'ylasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki tegishli tartibda shikoyat qilish mumkin. 6-qadam bank tushumlarini alohida tekshiring. Kartaga qancha tushganini bilish yetarli emas. Qaysi sana, qaysi to'lov turi, qaysi oy uchun tushganini aniqlang. Ba'zan oyning boshida pensiya, keyinroq kompensatsiya, yana keyin qayta hisob-kitob farqi tushishi mumkin. Bir martalik tushumni doimiy pensiya oshishi deb qabul qilmang. Agar tushunmasangiz, bankdan ko'chirma oling va pensiya jamg'armasidagi ma'lumot bilan solishtiring. 7-qadam qarindoshlar yoshi katta pensionerlarga yordam bersin. Ko'p pensionerlar hujjat yig'ish, ariza yozish, navbatda turish, elektron xizmatdan foydalanishda qiynaladi.
Farzandlar, nabiralar, yaqinlar bu ishni keyin qilamiz deb ortga surmasligi kerak. Birgina arxiv ma'lumoti topilsa yoki noto'g'ri kiritilgan staj tuzatilsa, pensiya har oyga oshishi mumkin. Bu bir oyga emas, yillarga ta'sir qiladigan masala. 8-qadam mish-mishlarga emas, rasmiy ma'lumotga tayaning. Men doim aytaman, qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan mantiq pensiya tizimida ishlamaydi. Qo'shningizning staji boshqa, pensiya turi boshqa, imtiyoz boshqa, oilaviy holati boshqa bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l o'z hujjatingiz, o'z hisobingiz, o'z pensiya tarkibingizni tekshirish. Yana bir amaliy maslahat. Agar pensionerning sog'lig'i yomon bo'lsa yoki o'zi bora olmasa, vakil orqali murojaat qilish yo'llarini o'rganing. Kerak bo'lsa ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Ayrim hollarda mahalla, ijtimoiy xodim yoki mas'ul tashkilotlar yordam berishi mumkin. Eng yomoni baribir bermaydi deb umuman harakat qilmaslik. Chunki amaliyotda ko'p holatda odam huquqiga ega bo'ladi. Lekin hujjat topshirmagani yoki savolni to'g'ri bermagani uchun pulini vaqtida olmaydi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, hamma pensionerlarga bir xil qo'shimcha to'lov bo'lmasligining asosiy sababi shuki, pensiya tizimi har bir odamning staji, avvalgi daromadi, pensiya turi, ijtimoiy holati, nogironlik maqomi, yosh darajasi, hujjatlari va qonunda belgilangan alohida mezonlarga qarab ishlaydi. Qo'shimcha to'lovning maqsadi hammani bir xil qilish emas, balki muayyan toifadagi pensionerlarni qo'llab-quvvatlashdir. Agar sizga qo'shimcha tushmagan bo'lsa, darhol vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Pensiya tarkibini tekshiring, hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pensiya jamg'armasiga aniq savollar bilan murojaat qiling. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Eng muhimi, mish-mish emas, rasmiy javob asosida harakat qiling. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Qo'shningiz yoki tanishingiz qo'shimcha olib, sizga tushmaganmi? Izohlarda yozing, vaziyatingizni qisqacha tushuntiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tahlil qilib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning daromadini oshirishga yordam berishi mumkin.